alaykum. Aziz o'quvchilar, bu modulda siz bilan kompyuter tarmoqlari va ulardan foydalanish asoslarini o'rganib olamiz. Ushbu modulda siz quyidagilar bilan tanishasiz. Routerning vazifasi va ishlash usuli. Keng tarqalgan tarmoq qurilmalari, jumladan tarmoq interfeysi kartasi, hub, bridge, switch va modemning ishlash usuli. Kompyuter tarmoqlarida Wi-Fi va Bluetooth texnologiyasidan foydalanish. Kichik tarmoq yaratish va sozlash, xususan internetga kirish, brauzer, elektron pochta va internet provayderidan foydalanish. Intranet va internet kabi umumiy tarmoq muhitlarining xususiyatlari hamda maqsadi. LAN va WAN atamalarini ta'riflash. Internetga kirish uchun turli qurilmalardan foydalanishning afzallik va kamchiliklari. Ma'lumotlarni uzatishga oid xavfsizlik masalalari. Tarmoq kommunikatsiyasi ta'rifi. Bu mashg'ulotda siz kompyuterlarni o'zaro muloqot qilishi va ma'lumot almashishi uchun tarmoqqa ulashning turli usullarini o'rganasiz. Kompyuter tarmoqlari bilan bog'liq qurilmalar va ulardan foydalanish, internetga kirish uchun mo'ljallangan kompyuter tarmoqlarining afzalliklari va kamchiliklari haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Mavzu davomida kichik tarmoqni mustaqil qurishni o'rganasiz va nihoyat tarmoq kommunikatsiyasining usullariga berilgan ta'riflar bilan tanishasiz. Demak, darsimizning asosiy tushunchalari bilan tanishib oling. WAN global hududiy tarmoq. Geografik jihatdan alohida joylashgan, telefon liniyalari yoki radio to'lqinlari orqali bog'langan ikki yoki undan ortiq lokal hududiy tarmoqdan tashkil topadi. WLAN simsiz lokal hududiy tarmoq. Radio yoki infraqizil signallar orqali qisqa masofalarni qamrab oladi. Router tarmoq bo'ylab ma'lumot paketlarini uzatish qurilmasi. U ma'lumot manziliga imkon qadar tez yetib borishi uchun eng yaxshi yo'nalishni tanlaydi. Ma'lumot paketi. Internet orqali yuborilgan ma'lumotlar paket deb ataluvchi kichik qismlarga ajratiladi. Router har bir paketni eng yaxshi yo'nalishida manzilga yuboradi. Paketlar manzilga kelgach, qayta birlashib, butun ma'lumotga aylanadi. Modem kompyuterdan yuborilgan raqamli ma'lumotni analog to'lqinlarga o'zgartiradi. Natijada bu ma'lumot telefon liniyalari orqali uzatilishi mumkin. Xuddi shu tarzda modem qabul qilingan analog to'lqinlarni kompyuter tushunishi uchun raqamli ma'lumotga aylantiradi. Intranet LAN tarmoqqa ulanish va signal turlarini belgilovchi keng tarqalgan standart. Wi-Fi simsiz tarmoq texnologiyasi bo'lib, qurilmani radio to'lqinlari orqali lokal hududiy tarmoqqa, so'ng o'z navbatida internetga ulaydi va aloqa o'rnatadi. Wi-Fi atamasi 802.11x standartlariga javob beradigan aloqa uchun qo'llanadi. WLAN simsiz lokal hududiy tarmoq bo'lib, notebook, smartfon yoki planshet kabi mobil texnologiya foydalanuvchisiga simsiz aloqa orqali LAN tarmoqqa ulanish imkonini beradi. Bluetooth kompyuter, telefon va boshqa qurilmalarda foydalanadigan simsiz texnologiya. U yordamida qurilmalar radio to'lqinlaridan foydalanib, tor doirada o'zaro aloqa o'rnatadi. Internet provayder oylik to'lov evaziga internet xizmatlarini taqdim etuvchi kompaniya. Sizga internetga ulanish uchun internet provayder kerak bo'ladi. Internet aloqasini ulashish faqat bitta ulanish va IP manzil orqali LAN tarmoqdagi birdan ortiq kompyuterni internetga ulash usuli. Hozirgi kunda kompyuterlarni yagona tarmoqqa ulab, ular o'rtasida ma'lumot almashishni tashkil etish mumkin. Xo'sh, tarmoqning o'zi nima? Uning qanday turlari bor? Internet, intranet, elektron aloqa kabi tushunchalar nimani anglatishi, ularning texnik, dasturiy, axborotli ta'minotini nimalar tashkil qilishi, ularning yaratilishi va ishlashi, ahamiyatini anglash hamda bevosita ishlay olish ko'nikmalariga ega bo'lish hozirgi jamiyatning har bir a'zosi uchun juda ham muhim. Ushbu darsda mazkur tushunchalar haqida atroflicha fikr yuritiladi. Kompyuterlarning o'zaro axborot almashish imkoniyatlarini beruvchi qurilmalar majmuiga kompyuter tarmoqlari deyiladi. Kompyuter tarmoqlari odatda hududiy tarmoq turi sifatida ta'riflanadi. Siz lokal hududiy tarmoq LAN, ya'ni Local Area Network, global hududiy tarmoq WAN, Wide Area Network va simsiz lokal hududiy tarmoq WLAN, ya'ni Wireless Local Area Network kabilarni ko'p uchratasiz. LAN o'zaro yaqin joylashgan kompyuterlar guruhini bir tarmoqqa joylashtiradi.
Lokal hududiy tarmoq maktabda, idora va xonadonlarda foydalaniladi. LANning afzalligi shuki, u tarkibidagi kompyuterlar orqali fayl, printer, o'yin va hujjatlar singari manbalardan birgalikda foydalanish imkonini beradi. WAN tarmog'i nisbatan keng geografik hududni qamrab olish maqsadida LAN tarmoqlarini birlashtiradi. Bu tarmoq shahar, mamlakat yoki bir nechta mamlakatni o'zaro bog'laydi. Internet WAN tarmoqqa misol bo'la oladi. U butun dunyo bo'ylab lokal hududiy tarmoqlarni o'zaro bog'laydi. Bir nechta shaharda ofislarga ega tashkilotni ko'z oldingizga keltiring. Tabiiyki, ularning har bir binosida LAN tarmoq o'rnatiladi va keyin ularning barchasi bitta WAN tarmoq qo'llanadi. WLAN ya'ni WLAN ham qisqa masofalarni qamrab oladi. U an'anaviy tarmoq kabellari o'rniga radio yoki infraqizil signallar yordamida qurilmalarni simsiz tarzda ulaydi. Kompyuter tarmoqlarini tashkil etish uchun unga avvalambor tarmoq qurilmalari, tarmoqdagi kompyuter va boshqa qurilmalarni bir-biriga ulovchi texnik ta'minot vositalari kerak bo'ladi. Ular bir-biriga ulangandan keyingina tarmoq ichida fayllar va manbalarni almashish mumkin. LAN tarmoqni o'rnatish uchun asosan hub, switch, router, kabel, Wi-Fi texnologiyasi, tarmoq kartalari va modem qurilmalaridan foydalaniladi. Tarmoqda bir kompyuter server vazifasini o'taydi. Boshqa kompyuterlar mijoz kompyuterlar hisoblanadi. Server kompyuter va mijoz kompyuter bitta hub yoki switchga ulanib, signalni bir-biriga yuboradi. Router shu signalni manzilga yo'naltirib beradi. Quyida sizlar bilan shu qurilmalar vazifalari bilan batafsil tanishamiz. Routerlar. Router ikki yoki undan ortiq tarmoqlar o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi. Routerlar ma'lumot paketlarini to'g'ri manzilga yo'naltirish uchun birgalikda ishlaydi. Ular bu aloqani mustaqil tarzda ta'minlaydi, chunki ular tarmoqlar o'rtasida xabar uzatilish haqida qaror qabul qiladi, xabar formatini yangi tarmoqqa moslaydi, xabar haqidagi axborotni o'qib, uning qayerga va qanday yo'nalishda yetib borishini hal qiladi. Tarmoq interfeysi kartalari. Kompyuter va tarmoq o'rtasidagi jismoniy aloqani ta'minlash uchun tarmoqdagi har bir kompyuterga tarmoq interfeysi kontrolleri odatda alohida tarmoq interfeysi kartasi bo'ladi, ammo hozir yangi kompyuterlarning bosh platasiga tarmoq interfeysi kontrolleri o'rnatilgan holda ishlab chiqilmoqda. Simsiz kontroller ulanish nuqtasiga radio to'lqin orqali ulanishni ta'minlaydi. Hub qurilmasi. Tarmoqda alohida kompyuterlarning barcha signallari yuboriladigan markaziy nuqta yaratish hub yoki switch kerak bo'ladi. Tarmoqdagi barcha kompyuterlarning kabellari ushbu qurilmalarga ulanadi. Hub va switchning funksiyasi o'xshash bo'lsa ham, ular tarmoqdan kelgan signallarga turlicha munosabatda bo'ladi. Tarmoqdagi bir kompyuter ikkinchisiga yuborgan ma'lumot hub yoki switchga yetib boradi. So'ngra hub ma'lumotni barcha kompyuterlarga, jumladan signalni yuborgan qurilmaga ham uzatadi. Bu ko'p miqdordagi keraksiz tarmoq trafigini sarf qiladi. Agar hubga 16 ta qurilma ulangan bo'lsa, trafik hajmi kerakli hajmdan 16 marta katta bo'ladi. Ma'lumot tarmoqdagi barcha qurilmalarga yuborilsa-da, belgilangan kompyutergina uni qabul qiladi. Switch xabarlarni hubga qaraganda ancha zukkolik bilan boshqarib, xabar yo'nalgan qurilma manzilini tekshiradi. U tarmoqdagi barcha kompyuterlarning manzillarini bilgani uchun xabarlarni faqatgina keraklisiga yuboradi. Switchning afzalligi u tarmoq bo'ylab yuboriladigan keraksiz paketlar sonini qisqartiradi. Natijada tarmoqning ish samaradorligi oshadi, ammo uning narxi hubga qaraganda qimmat turadi. Bridge tarmoq ko'prigi. Bridge ikkita no'xshash topologiyali tarmoqlararo ma'lumot yuborish imkonini beruvchi qurilma hisoblanadi. U xabarlarni boshqarishning bir xil qoidasidan foydalanuvchi tarmoqlarni ulaydi. Bridge xabar shaklini qabul qiluvchi tarmoqqa moslab o'zgartiradi. Modemdan kompyuter yoki tarmoqni internetga ulash uchun foydalaniladi. Modem kompyuterdan tarqaluvchi raqamli signalni telefon liniyalari orqali uzatishi mumkin bo'lgan analog signalga o'zgartiradi. Bu jarayon modulyatsiya deb ataladi. Xabar telefon liniyasining boshqa uchiga yetib borgach,
O'sha yerdagi modem kompyuter tushunishi uchun signalni yana raqamli shaklga o'zgartiradi. Bu jarayon esa demodulyatsiya deb ataladi. Wi-Fi orqali tarmoqqa ulanish. Simsiz, keng polosali aloqa orqali internetga kabelsiz ulanish mumkin. Buning uchun sizga Wi-Fi router va Wi-Fi adapterga ega kompyuter kerak bo'ladi xolos. Tarmoqqa ulanish uchun avvalo Wi-Fi ikonkasi ustiga bosing. Paydo bo'lgan ro'yxatdan uy tarmog'ingiz nomini toping. Sizga internet provayder taqdim qilgan parolni bilishingiz kerak. Bu parol routeringiz tagidagi yorliqda ham yozilgan bo'ladi. Agar birinchi marta ulanayotgan bo'lsangiz, tarmoqning ofis, uy yoki jamoat tarmog'i ekanini belgilashingiz talab qilinadi. Bluetooth simsiz uzatishning Wi-Fi texnologiyasiga qaraganda kuchsizroq shakli. Bluetooth bir-biriga yaqin bo'lgan muayyan qurilmalar o'rtasida simsiz aloqa usulini ta'minlashga mo'ljallangan. Bluetooth qisqa masofadagi tashqi qurilmani ulashga mo'ljallangan simsiz radio tizimiga asoslanadi. Agar siz kichik tarmoq yaratishni xohlasangiz, avval uning rejasini tuzing, so'ng ishni shu reja bo'yicha bajaring. Natijada u qadar qiynalmasdan o'z tarmog'ingizni yarata olasiz. Masalan, quyidagi tartibda yaratishingiz mumkin. Birinchi, barcha mavjud qurilmalar ro'yxatini tuzing. Qurilmaning qayerda, qanday joylashganini ko'rsatuvchi taxminiy sxema chizing. Tarmoqdagi har bir kompyuterda mavjud texnik qurilmalarni ham qayd qiling. Ikkinchi, qaysi kompyuter ICS, ya'ni host kompyuter bo'lishini belgilang. Agar tarmoq kompyuterlari uchun bitta internet aloqasi va IP manzildan, ya'ni ICS Internet Connection Sharing dan foydalanishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, qaysi kompyuter host bo'lishini aniqlab oling. O'sha kompyuter bevosita internet aloqasiga ega bo'ladi va internetni tarmoqdagi boshqa kompyuterlarga tarqatadi. Uchinchi, tarmoq texnologiyasi turini belgilang. Masalan, WLAN texnologiyasi. To'rtinchi, kerakli texnik ta'minot vositalari ro'yxatini tuzing. Uni birinchi qadamda tayyorlagan ro'yxat va sxema bilan taqqoslang. Sotib oladigan qurilmalaringizni aniqlang. Agar WLAN tarmog'ini tanlagan bo'lsangiz, har bir kompyuter uchun adapter kerak bo'ladi. Yana nima kerak bo'lishi mumkinligini tekshiring. Masalan, agar hali mavjud bo'lmasa, internet provayderdan akkaunt ochishingiz ham kerak. 5. Tarmoq adapterlarini o'rnatish. Host kompyuterga modemni o'rnating. Bu har bir kompyuterga tarmoq ulanishini yaratadi. 6. Tarmoqqa ulanishi uchun barcha kompyuterlar, printer va boshqa tashqi qurilmalar yoniq bo'lishi kerak. 7. Host kompyuter internetga ulanganini tekshiring. Host kompyuterda internet aloqasini o'rnatish uchun yangi ulanish vositasini ishga tushiring. 8. Host kompyuterda tarmoqni sozlash oynasini ishga tushiring. Bu tarmoq adapterini sozlab, kompyuterlarni bitta tarmoqqa birlashtiradi. Har bir kompyuter alohida nomlanadi va umumiy fayllar papkasi yaratiladi. Bu papkadagi fayllarni barcha kompyuterlar ko'rishi mumkin. Bu orqali printerdan umumiy foydalanish imkoniyati ta'minlanadi. 9. Tarmoqdagi boshqa kompyuterlarda tarmoqni sozlash oynasini ishga tushiring. Buni tarmoqdagi har bir kompyuterda amalga oshiring. Jarayon davomida host kompyuterda internet aloqasi mavjud ekaniga ishonch hosil qiling. Internet tizimida ishlash uchun o'zimizga kerakli kompyuter tarmog'ini yaratib oldik. Endi uning uchun kerak bo'ladigan dasturiy ta'minotni tanlab olishimiz va o'rnatishimiz kerak. Internetga ulanish uchun sizga quyidagi texnik va dasturiy ta'minot vositalari kerak. Kompyuter, modem yoki telefon liniyasi, internet provayder. Internet provayderga ulanish uchun dastur, internet brauzer. Internetdan foydalanish uchun turli dasturlar mavjud. Siz o'zingizga yoqqan brauzerni asosiy brauzer sifatida kompyuteringizda sozlay olasiz. Buning uchun Windows 7 yoki 8 tizimida amaldagi birlamchi brauzerni oching va quyidagi ketma-ketlikni tanlang. Tools, Internet Options, Connections. Agar boshqa brauzerni ilgari o'rnatgan bo'lsangiz, uning nomi shu yerdagi ro'yxatda paydo bo'ladi. Agar ro'yxatda bo'lmasa, Select buyrug'iga kirib, kerakli brauzerni tanlang va Select tugmasini bosing. Windows 10 tizimi uchun birlamchi brauzerni o'rnatish uchun quyidagi amallar ketma-ketligini bajaring. Start menyusi, Settings, System, Default Apps, Web Browser sozlamasini ochsangiz, mavjud brauzerlar ro'yxati kelib chiqadi. Ular orasidan kerakli brauzerni tanlang.
Har bir bo'limni ko'zdan kechirib, muayyan sozlamalarni belgilasangiz bo'ladi. Misol uchun, pop-up blockerni yoqishingiz yoki o'chirishingiz, brauzer ko'rinishini o'zgartirishingiz, oldin kirilgan manzillar ro'yxati, ya'ni browser history'ni o'chirishingiz, barcha maxfiylikni sozlashingiz va boshqa amallarni bajarish mumkin. Veb-sayt manzili yagona resurs lokatori URL deb ataladi. Veb-saytdagi har bir sahifa, tasvir yoki fayl yuqoridagi kabi URL manziliga ega. Siz bu haqida 6-sinf darsligida to'liq ma'lumotga ega bo'lgansiz. Masalan, RTM.uz URLs manzilini olaylik. Bu sizni Respublika ta'lim markazi saytining bosh sahifasiga olib boradi. RTM.uz resurs kutubxona media kompetensiya URL manzili esa shu saytdagi muayyan sahifaga olib boradi. URL manzilining elementlari bilan tanishib chiqamiz. HTTP brauzer va web serverning o'zaro aloqasini ta'minlovchi protokol. Protokol brauzerlar va web serverlar bir-birini tushunib, aloqa o'rnatishiga yordam beradigan qoidalar to'plamidir. 2 nuqta. Shunchaki protokol ma'lumotlarni manzilning qolgan qismi bilan ajratib turish uchun xizmat qiladi. Ikkita tayoqchali, ya'ni ikkita drop belgisi esa server bilan aloqa zarurligini ko'rsatadi. 3W HTTP protokol yordamida bog'laydigan server nomi. RTM.uz esa domen nomi. Bitta tayoqcha, ya'ni bitta drop belgisi sayt ichidagi barcha papkalar joylashgan papkaga borishni ifodalovchi belgi. resurs tub papkada joylashgan resurs papkasiga borishni ko'rsatadi. Kutubxona bu elektron resurslar papkasidagi ichki papkaga borishni ko'rsatadi. Media kompetensiya kutubxona ichki papkasidagi qaysi faylga borishni ko'rsatadi. Hozirgi kunda qulog'imizga ikki xil tushuncha eshitilib turadi. Internet va intranet. Internet bu o'zaro bog'langan tarmoqlarning global tarmog'i. Internet odamlarni, jamiyatlarni va mamlakatlarni butun dunyo bo'ylab bir-biri bilan bog'lashga xizmat qiladi. Uning o'ziga xos ijobiy va salbiy jihatlari mavjud. Kompaniyalar internetdan ma'lumot topish, aloqa, onlayn marketing, savdo hamda bank ishlari kabi maqsadlarda foydalanishadi. Intranet maktab yoki kompaniya kabi tashkilot ichidagi xususiy tarmoqdir. Internet texnologiyalaridan foydalanishiga qaramasdan global internetdan himoyalangan xususiy hudud. Shu sababli unga kirish uchun foydalanuvchi nomi va parol talab etiladi. Shuning uchun tashkilotga tegishli elektron hujjatlarni saqlash va ulardan foydalanish uchun xavfsiz hudud sanaladi. Biroq internet ma'lumotlariga to'liq ulanish imkoniyati barcha xodimlar yoki foydalanuvchilarga berilmaydi. Tarmoqda xodimlar kirishi mumkin bo'lgan papkalar va ichki elektron pochta tizimi darajalangan bo'ladi. Kompyuter tarmoqlari va internet tizimi bilan ishlaganda xavfsizlik masalalariga ham e'tibor berish kerak. Tarmoq xavfsizligi tarmoq administratori muammolar yuzaga kelishining oldini olish uchun foydalanadigan siyosatdir. Xavfsizlik muammolari faqatgina xakerlar, viruslar va zararli dasturlardan iborat emas. Ular ba'zan insonning bexosdan yo'l qo'ygan xatolari orqali yuzaga keladi. Tarmoq xavfsizligi muammosi har doim ham tashqi xavflar bilan bog'liq bo'lmay, tarmoq foydalanuvchilari oddiy xatoga yo'l qo'yishi, masalan, qaysidir tugmani noto'g'ri bosishi kabi oddiy holat tajriba yoki bilimning yetishmasligi sababli ro'y beradi. Mualliflik huquqining buzilishi ham xavfsizlik muammosidir. Ma'lumot to'plash maqsadida tarmoq tizimlariga kirish uchun qasddan qilinadigan boshqa harakatlar ham mavjud. Ular sanoat josusligi deb ataladi. Tarmoq xavfsizligi muammolari chaqmoq yoki shu kabi tabiiy hodisalar sababli ham kelib chiqadi. Ammo hozirda eskirgan yoki buzuq qurilmalardan foydalanish, dasturiy ta'minotdagi nosozliklar va xatolar kengroq tarqalgan. Internet doim nazorat qilishini yoddan chiqarmang. Tarmoq xavfsizligi, ID kartalari yoki biometriya kabi jismoniy vositalar tarmoq serveri manzilini xavfsiz saqlashga xizmat qiladi. Tarmog'ingizga kira oladigan odam tarmoq trafikini to'xtatib, maxfiy ma'lumotlaringizga ulanishi mumkin. Shu sababli routeringizning birlamchi kirish ma'lumotlari o'zgartirilishi va lokal Wi-Fi tarmog'ingiz uchun parol o'rnatilishi kerak. Kompyuteringizga to'g'ridan-to'g'ri ulanish imkoniyati bo'lmagan odam internet aloqasi ochiq tarmoq porti orqali tizimingizga buzib kirishi mumkin. To'g'ri sozlangan himoya devori bu holatning oldini oladi. Spyware foydalanuvchining harakatlarini yozib oladigan va parollarni o'g'irlashda qo'llanadigan dastur bo'lib, ularni o'chirib yuborish juda murakkab.
Masalan, bu dasturni boshqa dasturlar kabi o'chirib, kompyuterni qayta ishga tushirasiz va spyware eski joyda paydo bo'lganini ko'rasiz. Anti-spyware dasturi bu kabi tajovuzlardan himoya qiladi. Shaxsiy ma'lumotlarning xavfsiz tarzda to'planishi, qayta ishlanishi va saqlanishiga bo'lgan talabning oshishi ma'lumotlar maxfiyligini saqlash bo'yicha xalqaro qonunlarga ehtiyoj tug'dirgan. Hozir dunyoda shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlashni tartibga soluvchi ko'plab qonun hujjatlari mavjud. Ular turli davlatlarda turli ko'rinishda uchraydi, ammo quyidagi umumiy masalalar albatta yoritiladi. Masalan, ma'lumotlardan qay tarzda foydalanish va ularni kimlarga taqdim qilish, kishilar haqidagi qanday ma'lumotlar to'planishi va keyin ulardan foydalanish mumkinligi to'g'risidagi individual tanlov, kishilarning o'zlariga taalluqli saqlangan ma'lumotlarga kirishi va ularni o'zgartirish yoki o'chirish uchun huquqi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun ularni qanday boshqarish bo'yicha tashkilotlarga qo'yiladigan talab. Agar boshqa mamlakatda hech bo'lmaganda ma'lumot manbasi hisoblangan mamlakatdagidek ishonchli muqobil qonunlar bo'lmasa, bu mamlakatga shaxsiy ma'lumotlarni yubormaslik haqidagi talab. Insonlar o'rtasida aloqa qilishning yana bir turi bu internet tizimi orqali, ya'ni tarmoqli aloqa shaklidir. Tarmoqli aloqa shakllariga quyidagilar kiradi. Faksimil aloqa. Faks mashinasi telefon tarmog'i orqali qog'oz hujjatning faksimil nusxasini yuboradigan va qabul qiladigan qurilma. Faks. Faksimile so'zining qisqartirmasi bo'lib, qog'oz hujjatni skaner qiladi. So'ngra uni tovush signallariga aylantirib, elektron tarmoq orqali manzilga yuboradi. Manzildagi faks mashina tovushni qaytadan qog'ozga aylantiradi va shu orqali asl hujjatning nusxasini yaratadi. Haqiqiy qog'ozga tayangani sababli bu usul faksni jismoniy yuborish deb ataladi. Videokonferensiya. Videokonferensiya bu turli hududlarda joylashgan odamlarga kamera va mikrofon yordamida vizual aloqa o'rnatish imkonini beradi. Bu usul vaqt va safar xarajatlarini tejaydi. Videokonferensiya uchun quyidagi texnik qurilmalar kerak: video kamera, displey ekrani, mikrofon, karnaylar, ya'ni kolonkalar, yuqori tezlikdagi tarmoq, internet aloqasi. Audio konferensiya. Audio konferensiya abonentlar guruhining telefon uskunasi orqali muloqoti. Bu usul turli masofadagi kishilarga bir-biri bilan guruh bo'lib suhbatlashish imkonini beradi. Audio konferensiyadan foydalanish juda oson. Bu omillar sababli audio konferensiya ish majlislarini o'tkazishning oddiy usuliga aylangan. Ko'plab telefon kompaniyalari 3 kishilik qo'ng'iroqni amalga oshirish imkonini taklif etadi. Bunda siz 2 kishiga ikkita alohida liniyadan qo'ng'iroq qilib, keyin guruh hosil qilish uchun ularni birlashtirasiz. Bu guruhdagi 3 kishilik qo'ng'iroq funksiyasiga ega har bir kishi suhbatga yana 2 kishini qo'shish orqali majlisni kengaytira olishini anglatadi. Audio konferensiyani nafaqat telefonda, balki kompyuter va internetdan foydalanib ham amalga oshirish mumkinligi katta-kichik turdagi barcha kompaniyalar va jismoniy shaxslarning ushbu xizmatdan foydalanishiga ehtiyoj va imkon yaratadi. Web konferensiya jonli uchrashuv bo'lib, ta'lim, hamkorlik yoki marketing kabi maqsadlarda yoki shunchaki internet orqali suhbatlashish uchun tashkil etiladi. Bu usul interaktiv bo'lib, unda taqdimot, video, fayllarni ulashish yoki dasturlar kabi multimedia vositalaridan, shuningdek annotatsiya vositalariga ega virtual doskadan ham foydalanish mumkin. Real hayotda hamma bir xonada bo'lgan vaqtda bajariladigan xatti-harakatlarning deyarli barchasini bajara olasiz. Ehtiyotingizga qarab quyidagi funksiyalarni qo'llash mumkin. Jumladan, kamerani yoqish yoki yoqmaslik, nimadir demoqchi ekaningizni ko'rsatish maqsadida ko'tarilgan qo'lni ifodalovchi ikonkani bosish, konferensiya vaqtida qaydlar yozish va keyinchalik ularni o'zingizga elektron yuborish, taqdimot qilayotgan vaqtingizda xalaqit bermasligi uchun ovozni o'chirib qo'yish, uchrashuvning maxfiyligini ta'minlash uchun qulfli funksiyadan foydalanish hamda web konferensiyani tark etish mumkin bo'ladi. Bunga misol qilib, biz foydalanadigan Zoom Meetings yoki Google Meetings kabi programmalarni aytish mumkin. Darsda o'rganayotgan ma'lumotlaringizdan hayot davomida foydalansangiz, biz o'z maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Shuning uchun olgan bilimlaringizni mustahkamlashda davom eting. Xayr, yana ko'rishguncha.